Assalomu alaykum barchaga. Siz hozir Akfa plastik profildan tayyorlanayotgan deraza romlarining ish jarayonini ko'ryapsiz. Bu video doimiydek tezlashtirilgan, ammo har bir bosqich real va kundalik ishimizdan olingan hisoblanadi. Biz sifatli deraza qanday tayyorlanishini ochiq ko'rsatamiz. Videoda ko'rib turganingizdek, bir tomonda romga osh qotirilib, uni ochilib yopilishi ko'rsatilyapti. Ikkinchi tomonda esa tayyor deraza romiga o'zining maxsus joylariga o'zining maxsus rezinkalarini qo'yib chiqilyapti. Bu yerda asosiy e'tibor beradigan narsa bu romga oshiqlarni to'g'ri qotirib, uni o'lchamlarini to'g'ri olishdir. Sababi agar uni noto'g'ri qatiradigan bo'lsak, derazamiz yopilmay qolishi mumkin yoki qiyshiq turib qolishi mumkin. Keyin bizga yana muammolar chiqadi va uni to'g'rilashga va bizni yana ham ko'proq vaqtimizni olishga to'g'ri keladi. Oshiq to'g'ri o'rnatilmaganda deraza ham osilib ham qolishi mumkin. Shuning uchun har doim bu romni alohida tekshiriladi. Oyna yengil ochilib yopilishi bu sifat belgisi hisoblanadi. Bu jarayon ko'p marta takrorlanadi, chunki mayda xatolik ham keyinchalik muammo keltirib chiqarishi mumkin. Endi rezinka o'rnatish haqida ham ozgina gapirib o'tsam. Endi tayyor bo'lgan romga maxsus joylari bo'ladi. O'sha maxsus joylariga biz o'zining Akfa tomonidan ishlab chiqarilgan rezinkalarini qo'yib chiqamiz. Rezinka derazaning zich yopilishini ta'minlaydi va yana sovuq havo, chang va shovqinning oldini ana shu qism oladi. Rezinkalar cho'zilmasdan, uzilmasdan va bo'sh joysiz joylashtiriladi. Bu ish sabr va tajriba talab qiladi. Ko'pchilik mijozlarimiz derazaning faqat tashqi qismiga qaraydi. Aslida esa sifat ichki ishlovdan boshlanadi. Biz Akfa profilidan foydalanib, har bir romni shu tartibda tekshiruvdan o'tkazamiz va ularga alohida mehr beramiz. Tayyor bo'lgan rom olinadi va o'rniga keyingi rom qo'yiladi. Bu jarayon bir necha marta takrorlanadi. Har bir deraza bir xil e'tibor bilan tayyorlanadi. Ishimizda shoshilish yo'q. Maqsad uzoq yil xizmat qiladigan sifatli deraza romini tayyorlashdir. Videoda aytib o'tiladigan asosiy joylarim mana shulardan iborat edi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizni kuzatishda davom eting. Barchangizga katta rahmat. Sog' bo'ling.